kunlar ham sovuq bo'ldi. Albatta, bunday sovuq kunlarda gaz tanqisligi har tomonlama bizni qiynaydi. Ayniqsa avtoulovlar uchun. Shunda biz nima qilamiz? Hamyonbop va sifatli bo'lgan benzin sotib olishga harakat qilamiz. Lekin qishning sovuq kunlarida siz ham ancha uyqusirab va mudrab yurasiz. Sizga esa issiqqina kofe ayni muddao bo'ladi. Endilikda bilsa har ikkalasini bir joydan olish imkoni topildi. Sifatli va hamyonbop bo'lgan benzinni to'liq mashinangizni baki to'lib qolgunicha mana bunday issiq kofelarni maroq bilan ichib turishingiz mumkin. Endilikda bo'lsa sizga manzilni yaxshilab tushuntirsam. Buxorodan Jondor qatnash trassasining birinchi kalsoga bormasdan Aka-uka restoranining oldida joylashgan benzin quyish shoxobchasi. Albatta, baklaringizni mana shunday sifatli bo'lgan benzinga to'ldirib oling va bakingiz to'lgunicha mana bunday issiq kofelardan qishning sovuq kunlarida tekinga bahramand bo'ling.